Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan meni foydali kun kanali. Xullas do'stlar, bugungi videomizda sizlarga juda ham bir ajoyib bo'lgan o'yin orqali, ya'ni trading, ya'ni trade qilib pul ishlash haqida bo'ladi. Bugungi videomiz juda ham qiziqarli va ajoyib zo'r video bo'ladi. Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangizlar, albatta mana shu foydali kun kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqishni unutmanglar. Keyin ham videomiz ko'tarilishi uchun albatta o'z hissangizni qo'shib, like, komment orqali maksimal ravishda podдержка qilinglar. Like va komment bosganlarga oldindan rahmat do'stlar. Bo'lmasa biz bugungi videomizni boshladik do'stlar. Do'stlar, o'yinga ham kirib oldik. Bu o'yinni yuklashingiz uchun do'stlar, bizning Telegram kanalimizga kirishingiz kerak. Telegram kanalimiz manzilini videorolik kommentariyasida qoldiraman va Telegram kanalimizga kirasizlar. Mana shu videoni, mana shuni yuklab olasizlar do'stlar. Ilovasini yuklab olgandan keyin qidiruv bo'limiga trading deb bosingizlar, mana shu o'yin kelib chiqadi. Balansimizni do'stlar ko'rib turganlaringizdek, men 82,000 rublga oshirdim. Juda ham oson va mana tradingni bilmaydiganlar uchun trading qilish do'stlar. O'yinga kirayotganingizda promokod bo'limi bor. O'sha promokod bo'limiga boss 26 promokodini kiritsangizlar, sizlarga 15,000 rubl saytni o'zi bonus beradi do'stlar. Saytimiz 100% ishonchli. Telegram orqali bu saytga kirsangizlar, anchadan beri ishlab kelayotgan sayt, o'zlaringiz yaxshi bilib olasizlar do'stlar. Bo'lmasam biz bugungi videomizni boshladik. Qaranglar. Eng tepada mana balansimiz bor, yashil rangda 82,000 rubl, pastida nimasi bor? Mana shuni o'chiramiz va biza o'zimizga kerakli summada boshlaymiz. 2,5 rubldan boshlashimiz kerak. Yashil ko'tarilishi, qizil tushishi ko'rib turganlaringizdek. Bo'lmasam biza boshlaymiz. Qaranglar, yashil ketyapti, biza qizilga qo'yamiz mana shu yerda. Yutqazishimiz ham mumkin. Vopa. Biza pashti yutdik. Sekund ketyapti mana bu yerda. Sekund oshish kerak do'stlar. Mana shu yeriga e'tibor beringlar. 10 sekundlik bor. 1 minutlik bor do'stlar, bu yoqda mana o'zingizga kerakli bo'lgan sekundni tanlab olasizlar. 5 minutligi bor, xohlasangizlar 5 minut kutasizlar ili yutuqlaringizni olasizlar do'stlar. Mana shunaqasi ham bor albatta. Kelinglar, biza 10 sekundlik ekan. Hozir kompyuter versiyada birinchi marta o'ynayapman. Xo'sh. Ko'ramiz, sekundni yana ham kichkinaroq qilishda iloji yo'q ekan do'stlar. Eng maksimum kichkina sekundi mana shu 10 sekund ekan. Biza kelinglar 30 sekundlikda o'ynab ko'ramizmi? Hozirda bu bir xil yo'nalish bo'lsa, hozir to'xtanglar. Davay bay, yashil uramiz 2,5. Mana shu reski tushgan payt urishimiz kerak. Tepada mana sekund ketyapti, ko'ryapsizlarmi? 22. Kutamiz. Yashil urish kerak. Agar mana shu sekund tugaguncha yashil mana shu chiziqni kesib o'tmasa, biz yutqizamiz pulimizni. Xo'sh. Pashti yutqizdik mana. 5 sekund qoldi. Xo'sh, ketdi pulimiz. Oshiramiz. Biz 5,000 rublga oshiramiz endi. 5,200 qilamiz. Davay bay, yashil uramiz. 30 sekund, qani 30 sekund ichida nimalar bo'ladi? Ko'taryapti. Tushmadi endi biladi. Yaxshi, ketdi. Yaxshi. Ko'tar. Zo'r, 10 sekund qoldi. Yaxshi. Ana уже foydaga chiqdik. Birdan tushib ketishi ham mumkin do'stlar. Shunaqa xarakteri ham bor. Hop, yutdik. Ko'rib turganlaringizdek, balansimizni qisqa vaqt ichida 86,000 rublga oshirdik do'stlar. Bu saytdan pullaringizni xohlasangizlar, Uzcard boshqa orqali ham kiritib chiqarib olishingiz ham mumkin do'stlar, albatta. Uzcardmi, Humomi, Vizami, kriptovalyuta xohlasangizlar mana shunaqa. Xo'p, ana endi tushiramiz summachamizni. Xo'p, 1250 rubldan ketaveramiz. Sekin. Ders. Xo'p, sekundni kichkinaroq qilamiz. Xo'p, 10 sekundlik. Xo'p, qizil urish kerak. Qani urmasa dagonda 2x oshirib boraverasizlar agar urmasa. Hop, minus bo'ldi. Xo'p, 2x oshiramiz. Xo'p, 2600 rubl. Qizil.
Tush. Ya, bilet tushmadi. Ko'taramiz yana. 5400 rubl. Qizil. Xo'sh, ko'tarmadi endi. 4 3 2 1 yutdik уже. Tamam. Qalay do'stlar, 87,000 rubl. Menga yo'qdi shaxsan. Kimga qanaqa bilmadim-u. Sekundni 15 talik qilib, yana qizil ursak bo'ladi albatta. Xo'sh. Tush. 35 sekund qoldi. Ko'tarma. 2 1 0. Yutdik. Zo'r. 92,300 rubl. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, vashshe zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha qildik. 92,300 rubl. Bu eng zo'ri degani do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek. Xo'sh, bu yerda foizlar. O'zingizga bir limit qilasizlar. O'sha kelib chiqqan limitga asoslanib bosib boraverasizlar do'stlar. Xo'sh. Istoriyalarni ko'rsatishlar ham bo'ladi. Xo'p. Tepada agar yo'qmasa, valyutani o'zgartirishlaringiz imkon ham bor albatta. Mana shu yerga ham e'tiborcha beringlar do'stlar. Xo'p, tushiramiz. Cho'q 1250 rubl. O'zingizga limit qo'yinglar, limitdan tashqariga o'tmanglar do'stlar. Pribilimiz 88% bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, sekundni endi kichkinaroq qilamiz. Vaqtga qaragan holda qo'yinglar do'stlar. Mana qizil ketdi. Qizil. 5 sekund qoldi. 2 1 vot. Ketdi. 1100 rubl o'sha yutdi do'stlar. Qalay? Menimcha zo'r nimasi. Nima deydi? Yutish ehtimoli juda ham yaxshi bo'lgan o'yinlardan. Yashil uramiz mana shu yerda. Va ketdik dalshi. Yashil. Go. Bitta qol. Vot. Mana 1100 rubl 94500 ga oshirdik do'stlar. O'sha pribillarimizni ko'ryapsizlar, mana bu yerda mana. Qanaqa oshib chiqyapti. Tradingdan ko'ra bu ancha yaxshi. Nima dedingizlar? O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar. Agar bu narsa sizlarga yo'qsa, masalan, menga yo'qdi desangizlar, o'sha bu narsani dalshi davom qilib, buni boshqacha variantlari bor. Unda juda ham normal ishlasa bo'ladi. Videomiz minut ko'proq bo'lishi mumkin, lekin mana bu yerda yashil urib qo'yaylik. Videomiz minuti ko'proq bo'lishi mumkin, lekin ko'p bo'lganiga sabab yaxshi natija ham bizga keladi do'stlar. Shunaqa. Vot, yana 195,600. O'zingizga limit qo'yinglar do'stlar. Limit bu juda ham zo'r narsa. Qizil uramiz. Limit bo'lsa, ana unaqa nima deydi? O'tib ketmaysizlar. Xo'sh, shu joyda yutqazibdi. Oshiramiz. Yutdi. Oxirgi vaziyatda yutdi. 96,700. Gap yo'q. Xo'sh. Qizil uradi yana. Ko'raylikchi. 5 sekund qoldi. Tush. Vot, urdi. Oxirgi sekundlarimizda urdi. 97,800. Xo'sh, hozir buni qiladigan bo'lsak, yashil uradi endi. Qani? Kutamiz. Yashil ketdi. 2 sekund qoldi. 1 go. 1100 yaxshi. 98,900 rubl bo'ldi. Ancha yaxshi. Yashil ketdi. 100,000 rubl qilaman o'zimni, bu limitim do'stlar. Sizlar ham o'zlaringizga mana shunaqa limit qo'yinglar, o'sha limitdan oshib ketmanglar do'stlar. Vot, 100,000 rubl balansni ko'rayotgan bo'lsangizlar, 100,000 ga chiqardik. Pul chiqarish do'stlar, sayt istoriyasiga nimasiga, glamsiga o'tsangizlar, o'zi bo'ladi, invest bo'limi. Bu saytni sizlar ko'rgansizlar 100%. Men hozir saytda asosiy bo'limiga o'tsam, mana videomni YouTube bloklab qo'yishi mumkin do'stlar. Xuddi shunaqa. O'zlaringiz ko'rib bosaverasizlar do'stlar, shunaqa. Bugungi videomiz mana shu edi. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like, komment orqali o'z izohlaringizni qoldirishni unutmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, kommentariya orqali aytib yuborsangizlar, bosamiz bundan keyin mana shu videoni do'stlar. Xullas, hammalaringizga omad. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Ilovani yuklab olish uchun Telegram kanalimizga kirishni unutmanglar do'stlar. Hammaga omad.